Mizoj bo'yicha biz o'yin, interaktiv o'yin tashkillashtirmoqchi edik va tashkillashtiramiz ham. Hozirgi vaqtda, demak, ko'pchilik mizoj bo'yicha ishlashni, tashxis qo'yishni va o'zini mizoji bo'yicha, demak, qiyinchiliklarga uchramoqda. Aynan seminarimizda ham hozir o'yin shaklida ilmiy interaktiv o'yin tashkillashtiramiz va biz sahnaga 4 kishini taklif etamiz. Oldindan aytib qo'ying, yutgan ishtirokchiga, yutgan guruhga, demak, keyingi seminarga vaucherimiz bor. Bepul. Xo'p, savol javob bo'ladimi yoki? Hozir shartni aytamiz. Shoshmayapsizmi? Yaxshi. Demak, 2 kishi kim chiqadi? 2 kishi. Mizoj bo'yicha. Mizoj bo'yicha ozgina tushunchaga ega bo'lgan bo'lish kerak. Sharti shu. Bormi? Marhamat. Kim? Uyalish bo'lmasin. Ilm olish uchun kelgansizlar. Uyalish bo'lmasin. Kim? Mizoj bo'yicha. Marhamat, keling siz, keling. Yo'q. Bemor sifatida bir kishini chaqiramiz, 2 kishini chaqiramiz va ularga, demak, mizoj bo'yicha tashxis qo'yiladi. 2 ta guruhda. Va spikerlarimiz qaysi guruh to'g'ri yaqin kelganligini, demak, belgilab berishadi va g'olib bo'ladi o'sha guruh. Shart tushunarlimi? Tushunarlimi? Yaxshi. Spikerlarimiz aynan tushundilar. Guruhga nom berib qo'yaylik. Qanaqa nom beramiz? Tohir tabib. Marhamat. Tabobat. Yaxshi. Qisqa lo'nda ozgina tushuncha berib, o'zingiz tarjima qila olasiz ozgina. Qayerdan keldingiz? Shu vaqtda savol javob qilaylik. Jizzaxdan Habibulla Saidovman. Jizzaxdan Habibulla Saidov. Aynan qanaqa yo'nalish bo'yicha ishlaysiz va tabobat yo integrativ meditsina? Tabobat bo'yicha o'sha giyohlar bilan ishlayman. Yaxshi. Siz qarshi emassiz? Guruh nomi Tohir tabib bo'lishiga? Xo'p, marhamat. Bahroma shahrida o'yin maslahatchiman. Xo'jam Mazurov bilan hozir shu kunlarda o'qib, shu borada ishlab kelyapman. Juda yaxshi. Mahmudova Zulayho, tibbiyot universiteti talabasi, magistranti, xalq tabobati terapiya bo'yicha tahsil olaman. Juda zo'r. Yaxshi. Xo'p, 2 kishini chaqiramiz. Ko'rinishingiz, yuz rangingiz, qaddi qomatingiz hammani hisobga olish kerak bo'ladi. Bunaqa paytda bilaklaringiz yaxshi rivojlangan, yelkalaringiz keng, qaddi qomatingiz joyida. Bunaqa insonni ko'proq biz qon mizoj deymiz. O'rtacha mo'tadil mizojga tortadi. Kayfiyatingizni aytib beraylik. O'zim mizojim bilaman. Albatta, ma'lumot beravering, chunki bizga qiziq. Ma'lumot beravering. Xo'p. Qon mizoj odamni kayfiyati, o'zini yurish turishini qiladigan bo'lsak, ishtahasi yaxshi bo'ladi bularni. Ovqatni yaxshi ko'radi. Ovqat yeyishni yaxshi ko'radi, joni dil bo'ladi. Quvvat shunchalik kuchli bo'ladi. Bularda quvvat shunchalik kuchli bo'ladiki, endi yog'ini o'zga aytaman, nima qilish kerakligini. Ko'proq ro'za tutishga tavsiya qilinadi bunaqa insonlarga, ayniqsa yoshligida. Bular qon kasalligiga chalishga moyillik, fikrlari terang bo'ladi, o'tkir bo'ladi, xotira hammasi joyida. Chunki mizoj mo'tadil. Mo'tadilga yaqin bo'lgandan keyin hamma fikr boshlanasi mo'tadil bo'ladi. Bunaqa inson bilan agar oila qurib yashasa ham inson maza qiladi. Juda yaxshi. Xo'p, marhamat. Bu ukamiz issiq mizoji issiq, mushaklar baquvvatligi uning shahboniy quvvati baland ekanligidan, yana ovqatlari quruq va yog'li ovqatlarni xush ko'ruvchi bo'ladi. Mana shunday holatlik umuman shu gavdaning shakllanishi, gavdaning mana shunday bu pishiq shakllanishi bu ajdodlarga ham xos. Ajdodlarda mana shunday qomatlik, dev qomatlik deyiladi-yu, mana shunday qomatlik bor bo'lganligi uchun bu davom etib kelyapti. Faqat o'zining xarakteridan, o'zining harakatidan kelib chiqqan emas-da. Qanday kasalliklarga moyil bo'ladi? Mana Aljun aka o'zlarining ma'ruzalarida aytib o'tdilar-yu. Demak, qon mizoj deyapsiz. Qanday kasalliklarga moyil bo'ladi?
Bu kishilarda bo'ladigan kasallik asosan asabiylik. O'sha ko'p asabiylashadi, o'sha yegan ovqatlarga moyillik, o'sha quyuq ovqatlarga, yog'li ovqatlarga moyillik bo'lganligi uchun ko'p asabiylashadi, evaziga qon quyuqlashadi. Aytganimizdek, boya gipertonik kasalliklarga moyillik bo'ladi. Tushunarli. Tushunarli. Keyingi guruhimizga yuzlanamiz. Avvalambor men endi mizoj ilmi bo'yicha o'qib o'rganib kelyapman. Judayam bir mahoratim oliy darajada emas, bularga o'xshab, o'zimni boshlang'ich bilimlarim bo'yicha kamchiliklar bo'lsa uzr, ustozlarimiz to'g'rilab ketishadigan umidamiz. Bizga berilgan bemorimiz mizojlarini o'rganish bo'yicha kuzatuvlarimiz terilari quruq. O'zimiz savol javob qilganimizda sovuqlikka moyil taomlarni iste'mol qilganlarida ularda noqulaylik tez vujudga kelishini sezdik, bildik, aniqladik. Bundan tashqari nerv sistemasiga ko'ra jahllari, asabiylashlari, tez asabiylashlari sal tezroq va shunga ko'ra biz bularni safro mizoji deb taxminiy tashxis qo'ydik, taxminiy 100% emas. Nimaga? Chunki terilari quruq, bilamiz safro mizojini terisi quruq bo'ladi. Terilari quruq ekan, quruq terili. Yuqorida aytganimizdek, sovuqlik yoqmaydi ularga. Chunki safro sovuqlik mizoji, ularga asosan issiqlik yoqadi. O'zlari ham aytdilar, go'shtli taomlarni, baquvvat taomlarni yaxshi ko'raman dedilar. Keyin safro mizoji juda ham tez tutoqib ketadi, asabiylashib ketadi. Shunga ko'ra bosilishi ham tez bo'ladi. Temperamentlarga bog'laydigan bo'lsak, bu xoleriklarga to'g'ri keladi. Xoleriklar tez tutoqib ketadi, lekin tez unutadi, tez bosiladi. Ishtahasi ham yaxshi bo'ladi. Ishtahasi qorni tez ochadi, chunki ularda metabolizm tez yaxshi rivojlanadi, tez bo'ladi. Shunga ko'ra tez ovqatlanadi. Harakatlari ham jamoaviy harakatlarda aktiv bo'ladi, tirishqoq bo'ladi, liderlarga intiladigan odamlar bo'ladi. Bular ham shunaqa ekanlar. Kirishimli bo'ladi. Tanimagan umuman begonalar orasiga kirgandan keyin ham 5 minutdan keyin kamida 2 o'rtoq orttirib oladi. Xolerik temperamentdagi odamlar shunaqa. Temperamentga ko'ra xolerik deb topdik. Taxminiy bu albatta. Mizojiga ko'ra xolerik. Qaysi kasallik, nafas olish sistemasi kasalliklari ham ko'proq uchraydi bo'ladi. Keyin ovqat hazm qilish sistemasi kasalliklari ham ko'proq uchraydi. Taxminiy, endi boshlang'ich bilimlarga asoslangan holda. Yaxshi. Endi aynan spikerlarimizdan Yo'q, bu sizga bog'liq emas, prosta. Alijon Sattarov. Ustozlardan Alijon Sattarovni da'voga taklif qilamiz. Men aynan seminar mavzusida Alijon Sattarov bilan gaplashish uchun, ustoz bilan gaplashish uchun borganimda kirik Sanjar dedilar, o'tirdim. Bemor qabul qilyaptilar. Aynan bizning seminarimizni mos tushadigan, demak, yo'nalish bo'yicha davolayaptilar. Mana hozir eshitamiz. Bemor keldi. Qaysi bir endi sizlar baholaysizlar, qaysi bir guruhni, demak, so'zi yaqinroq, ya'ni ma'lumoti yaqinroq. Marhamat. Ustoz o'zi ham bitta nima qilib bersin. Albatta. Master class. Albatta, marhamat. Mazam ekan. Sizning ham gapingiz to'g'ri, bizning ham gapimiz to'g'ri edimi? Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi. Qaysi tomondan qarashga bog'liq. Siz mayli baho qo'ymang, lekin bular baho qo'yishadi. Siz master class. Mana marhamat, bemor ko'ryapsiz, qabul qilyapsiz. Demak, o'zingizni maslahatlaringizni beryapsiz. Bu tarafga ham, bu tarafga ham. Marhamat. Men aytgan gapim hazil, lekin chin gap gapirdim. Qaysi tomondan qarashingizga bog'liq. Misol uchun, ukamiz ismingiz nima, kim deysiz? Abdulkarim. Hozir Abdukarim misolda qarasak bitta chalkashmovchilik bor. Siz ham avval shu gapni gapirdingiz. Borganingizni eslasangiz, mizoj hozirgi kunda uncha ahamiyatini yo'qotgandek ko'rinadi degan va shu gapga muvofiq bemorlarni yaxshi davolayotgan mutaxassislar tomonidan gapirilganini aytgandingiz. To'g'rimi? Davom eting. Hammasi joyida. Davom etavering. Yo'q, shart emas. Demak, mana shu bitta chalkashmovchilik borki, mana shu to'g'rilab ketish kerak hozir. Mana bu tarozi pasanga o'xshagan narsa. Men shunday tasavvur qilaman. Demak, mana bunday bo'ladigan bo'lsak, ko'rinyapti. Aytayman, yuqorida safro deylik. Safro. Eng tagida savdo turadi.
savdo. Chap tomonda mayli balg'am deylik. Bu o'ng tomonda demak qon. Bu mana bu joy demak bu mo'tadillik. Shu tip qonlarda shunaqa bo'lingan. Demak, to'rtta mizoj, safro, qon, savdo, balg'am. Bular chalkashmovchilik qayerdan kelib chiqadi deydigan bo'lsak, meni fikrim bo'yicha shu to'rovi ham oquvchan bir jism bo'lganligi uchun, ya'ni ho'l bo'lganligi uchun bir-biriga o'xshab ketadi. Masalan, balg'am mijoz odamda ham unda ham safro xarakterdagi xususiyatlar, xossalar bo'ladi. Yoki aksincha savdo mijoz odamda ham o'zi quruq va sovuq bo'lsa, unda qon, ya'ni issiq va ho'lga oid holatlar bo'ladi. Mana shu farqlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Masalan, bu yerdagi kinoyimiz chiqqanda terini ushlab ko'rganda, yo'q, nima qilish emas, shart emas aytganda, ushlab ko'rganda terini quruq deyishingiz, balki bu boshqa sababdan bu, ya'ni qo'lni sovunib kelgan bo'lishi mumkin. Shu tomondan e'tibor berishga bo'ladi. Chaqirmashuv shu yerdan paydo bo'ladi. Endi hozir mana bu yigit misolida Abdukarim desa, Abdukarim misolida qaraydigan bo'lsak, mana Tohirjon gavdani o'nta beliga qarab turib, mushaklarning kattaligi, yog'ni kamligi, sochni tekizligi, qoraligi va boshqalar bilan tengqurlariga nisbatan qon mijozi baho berdi. Balki biz so'raganimizda introvertman, ya'ni o'zim yolg'iz qolganimda o'zimni komfort his qilaman. Tabiiyki, bunda bu yerda yashirin depressiya ham bor, safro ham bor. Ya'ni hayotdan qoniqishmaslik bor. Ha, xo'p, biz Tohirjonda aytganligi biz qabul qildimi? Mana mayli qon dedim. Xo'sh. Qon desam, lekin o'zlari bilan gaplashganimizda aksini aytyapti. Ha? Endi biz boshqa narsa to'g'risida gaplashamiz. Demak, savdo to'g'risida o'ylab ko'ramiz. Biz buni demak qonni savdoga yaqin bo'lgan pat-tipi deb tushuntirsak bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushunarli bo'lyaptimi? Albatta, men mana shu aytmoqchiman hozir. Hozir holati bo'yicha gaplashganimizda, hozir holati bo'yicha o'zi qon bo'lishi mumkin, lekin o'sha nima shikoyati buzilgan mizoj hisobiga savdoga yaqinlashgan safro va safro ham bor bu yoqda. Safro ham g'ayritabiiy, ya'ni bu buzilgan qon mijoz deyishimiz mumkin. Ha, demak javoblari qisman bo'lsa-da yaqin, to'g'rimi? Ha, albatta. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Demak, odam bo'lishi mumkin, qon mijoz bo'lishi mumkin, qonni savdoga yaqin, qonni safroga yaqin qismi bo'lishi mumkin. Meni fikrim bo'yicha, demak, qonni safro kuygani hisobiga savdoga yaqin qismi hozir holati. Lekin umumiy mizoji qon mijoz bo'ladi. Mizoji qon, lekin bu yigit o'zini yolg'izlik his qilishi bu kasallik, bu kasallik jihat. Chunki bu doim aktivlikni yaxshi ko'radigan inson bo'ladi qon mizoji. Sizga o'xshaganda odamlarni tashkillashtirish, jamiyatda o'zini ko'rsatish, mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'radi. Ular o'tira olmaydi, bir joyga qamab qo'ysangiz, qamab qo'yganini his qiladi. Podvol uchirib qo'ysa ishlagingiz kelmaydi, aslida. Shunaqa. Ular tepada yurish kerak doim. Odamlarni ko'rsin. Demak, mana shunaqa narsa. O'shani sizning gapingiz ham to'g'ri, sizning gapingiz ham to'g'ri ekan shu yerda. Tushunarli. Endi bahoni sizlar berasizlar. Undan oldin yana bir spikerimizni taklif qilamiz. Demak, taom ham dard ham davo kitobi muallifi, silsilaviy tabib Shavkat Umaraliyev. Marhamat. Yo, sahnaga chiqing, marhamat. Mana kitoblarni taqdimot qilyapmiz. Juda ham zo'r kitob. Marhamat, olishingiz mumkin. Zo'r ma'lumotlar berilgan. Marhamat, ustoz. Assalomu alaykum yana bir bor. Men ikkita savol bermoqchi edim ikkalalariga. Siz sovuqli narsalarni yaxshi ko'rasizmi yoki issiqli narsalarni? Masalan, salqin joylarda o'tirishmi yo issiq joylarda yurishmi? Salqin yaxshi ko'rasiz. Ovqatlardan-chi? Yozda o'zingizni qanaqa tutasiz? Yozda lansib bo'ladi. Isib ketasizmi? Qishda-chi? Qishda chim yozdan ko'ra yaxshiroq, odriroq, xushtasabroq his qilaman. Yozdan ko'ra. Bularda boya o'sha aytganlaridek qon bor, keyin qon mizoj,
keyin bu o'sha savdo tomonga o'zgargan ozgina. Chunki boya o'zlari aytdilar, men yolg'izlikni yaxshi ko'raman, haligi uyda o'tirib boshqa qilish, bular savdo mizojlilarga xos tabiat hisoblanadi. Shuning uchun Alijon aka to'g'ri aytdilar, mening fikrimda. Tushunarli. Sizlarning nimalarga? Siz sovuqlikni qanaqa nima qilasiz? Sovuqni, issiqni. Issiqli ovqatlarni yaxshi ko'raman. Limon choylar shunaqa ichsam. Yoshligingizdan sovuqni yoqtirasizmi yo sovuqqa yo'qsizmi? Sovuqni yaxshi ko'raman o'zi. O'zimni tetik his qilaman sovuqda. Lekin ovqatlarda issiqli ovqatlarni yaxshi ko'raman. Issiqli ovqatlarni yaxshi ko'rasiz. Sovuqli ovqatlar qandaydir ko'nglimga huzur qiladi. Ularda ham qizlar boya meni fikrimcha to'g'ri topishdi, lekin bularning mizojlari balg'am tomonga o'zgargan. Balg'am tomonga o'zgargan. Balg'am tomonga o'zgargan. Tushunarli. Yaxshi. Balg'am tomonga o'zgargan, o'zi asli balg'ammi? Chunki Yo'q. tabiatan sovuqni yaxshi ko'radi. Ha. Sovuqni o'zini mizojini yaxshi ko'radi. Sovuqni yaxshi ko'rsa, ta'sirini yaxshi ko'radi. yo'q, sovuqni yaxshi ko'rsa, u balg'am mizoj bo'lmaydi, issiq mizojli bo'ladi. Chunki issiq mizojlar sovuqda o'zini komfortni yaxshi his qiladi. Sovuq mijozlar sovuqda uncha o'zini nima qilmaydi. Sabobatda ko'proq issiqqa tortadi ular. qoida bor. Hamma o'zini mizojini bilan saqlanish kerak-da. Qon mizoj odam, qon mizoj narsalar bilan o'zini saqlash kerak. Ortib ketsa o'sha kasallik chiqib ketadi. Lekin sovuqlik beraversangiz, bu mizoj sovib ketadi. Bular ham asli mizoji sovuqlik, sovuq fasl yaxshi ko'radi. Sovuqlik darajasi hozir ortib ketsa, bular endi sovuqni ham yoqtirmay qo'yadi, sekin-sekin. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, rahmat. Demak, ovozga qo'yamiz. Tohir tabib guruhi va tabobat guruhi. Yanalari ham to'g'ri. Tohir tabib guruhiga guldiroz qarsaklar bo'lsin, qarsaklar bo'lsin. Tabobat guruhiga. Demak, 4 ta ishtirokchiga ham aynan keyingi seminarimizga biz voucher taqdim etamiz. Marhamat. Tezroq faqat tanaffus qilishimiz kerak. To'g'ri aka. Marhamat. Voucherimiz. Marhamat qizlar. Marhamat.